Xullas, men Instagramda o'tirdim, mana bu Reels'ni ko'rib qoldim. Bu Reels'da yozilgan qizlar eng zo'r qasos olganinglar qanaqa bo'lgan deb. Va kommentariyalariga kirib shokka tushdim. Kelinglar sizlarga o'qib beraman. 3 yil gaplashdik, boshqasiga uylanaman dedi. Akasiga erga teganman. 2 o'g'lim bor hozir. U uylanmagan, bitta hovlida yashaymiz. Oyisi meni yomonlab gap so'z qilib yurganda oyimdan kechib senga uylanaman degan голосовойni oyisiga tashlab yuborganman. Ammasini o'g'liga erga teganman. To'yimda itdek xizmat qilgan. Ajrashganimdan keyin noqonuniy ish bilan shug'ullanganini 102 qilib aytib berganman. Bir kunni o'zida ham molidan, ham biznesidan hammayoq musodara bo'lib, qamalib ketgan. Battar bo'lsin, hali ham chiqqani yo'q. Bitta qizni deb men bilan orani ochiq qilganda Instagram akkauntiga ulanib, hamma do'stlari, dadasi, ishxonadagilarga ham "Men geyman, do'stim, kechir. Shuncha vaqtdan beri senga ayta olmay yurgandim. Faqat hech kimga aytma. Men yigitlarga qiziqaman" deb yozib chiqqanman. Bivshiyimni hozirgi ayoli meni bliskiga qo'shib storiesga qo'ygan. Maza qilib restoran yurganini, tilla uzuli berganini hammasini skrin qilib sudga olib borganman. Aliment ko'paytiringlar, bular zo'r yashayotgan ekan deb 3,5 million qilib berdi sud alimentni. Endi men chornidaman. Storiesga qo'yishmayapti boshqa. Prosta geniysizlar qizlar. Men shunaqa shokdaman. Sizlar qanaqa fikrdasizlar? Kommentariyada o'z fikringizni yozib ketinglar.